Xo'p, texnikamiz 2018-yil 5000 soat ishlagan. Xudo xolasa test jarayonidamiz. O'rtoqlar, ushbu texnikamiz xudo xolasa Qozog'istonga olindi. Inshaalloh doimiy mijozimiz Davron aka yaxshi kunlarga ishlatsin, yaxshi kunlarga xizmat qilsin texnika. Ishlashlari ancha yaxshi. Sababi 5000 soat ishlagan texnika o'rtoqlar. Ko'p ishlamagan, qiynalmagan texnika. Turpoqni olib ko'rsam bo'lardi-yu. Bizniki emasda endi bu turpoq. Оборотлari ham yaxshi, xudo xolasa. O'rtoqlar, xudo xolasa, mana ko'rib turibsizlar, test jarayonidamiz. Inshaalloh ushbu texnikamizni birma-bir tekshiramiz va bizga ma'qul kelgandek qilib mijozimizga olib yuboramiz. Xo'p, strellarni ko'ramiz. Xo'p, strelasida xudo xolasa qaychini yopishtirayotganda bu yerdan dars ketib qoladi o'rtoqlar. Nozik bo'lganligini hisobiga. O'shaning uchun juda ham mustahkam qilib, ehtiyotkorlik bilan qaychini yopishtirish kerak. Xudo xolasa bunda unaqangi dars ketgan joyi yo'q. Ya'ni suvatgalangan joyi yo'q, xudo xolasa. Hop. Asosiy strelasida ham dars ketgan joyi yo'q. Bu yoqda ham mana ko'rib turibsizlar. Inshaalloh har bittasini sinchkovlik bilan tekshiramiz o'rtoqlar. Sababi borgandan so'ng mijozimiz bilan doimiy aloqa o'rnatish maqsadida shunaqangi tekshiramiz. Bizni hijolatga qo'yib qo'ymaslik uchun texnikamiz. Shu sababdan ham alhamdulillah ushbu texnikani olgan mijozimizni mana adashmasam 4 yil plus minus bo'ldi, doimiy ishlab kelamiz. Bizda o'rtoqlar haligi sotib olishga emas texnika. Nasoslari ham yaxshi, xudo xolasa. Radiator qismi inshaalloh yog'lar oqqan joyi yo'q, chiroyli ishlab turibmiz. qismlari
balon, 3 ta baloni bir xil ekan. Bunaqangi balondan bittasi o'zini zavoddan chiqayotgan o'sha balondan qo'yadi. Keyin kimlardir bunaqa balonga almashtirib olishadi. Kirishlarni bo'shatib qo'yibdi. Rahmat kattakon. Nima deymiz? Kuzov nomerimiz inshaalloh. Hop. Teniga mana salon qismi ham toza, qarab minilgan. Konditsionerlarni bu yoqqa qo'yib qo'ygan. Hop, ishlayapti. Hammasi xudo xolasa yaxshi. Soati 5100 soat ishlagan. Va albatta buni biz nastroykasidan ham tekshiramiz. Bunga kiramiz o'rtoqlar. O'rtoqlar, xudo xolasa ushbu texnikamizni tekshirdik. Inshaalloh ko'nglimizga bos tushgan yaxshi texnika bo'ldi. 2018-yil Qozog'istonga sotildi. Xudo xolasa o'rtoqlar, sizlarga ham shunaqangiz Koreyani, Hyundai, Volvo, Doosan qanaqa brendiga mos texnikalar kerak bo'lsa, bemalol bizga Arti Holdingsga aloqa chiqaverasizlar. Inshaalloh har bittasini kelib o'zimiz Koreyani bu chekkasida tursin, bu chekkasida tursin, farqisi yo'q, borib ko'ramiz va tekshiramiz. O'zimiz shunaqangi hosil qilib, o'zimiz ko'nglimizni xotirjam qilamiz va yuborib beramiz. O'rtoqlar, bizda sotib olishga ishga bo'lmaydi. Inshaalloh olib borib sizga yaxshi xizmat qiladigan texnika olishga harakat qilamiz. Doim aytadigan gapimiz, logistikamiz ham o'zimizda, bilasizlar, eksportimiz ham o'zimizda. Ya'ni kimgadir texnikani olib yoki kimgadir berib yurmaymiz. Har bitta jarayonni 0 dan 100 gacha bo'lgan etabini o'zimiz hal qilamiz. O'zimiz inshaalloh tekshirib yuborib beramiz. O'rtoqlar, Koreyadan texnika olmoqchi bo'lgan do'stlaringlar ko'p, atrofingizda bilaman. O'shaqa do'stlarga ushbu videoni yuborib qo'yinglar. Albatta, zoyasiz sabab texnika olinib qolsa, ya'ni texnikaga sabab bo'lib qolsangiz. Arti Holdings sizlar uchun xizmatda, aloqaga chiqinglar.